Mana hurmatli dehqonlar, endi ikkinchi navimiz bu hammaga taniqli bo'lgan o'sha stressga chidamli, susligiga chidamli Gerdano navimiz bo'ladi. Bu Gerdano navimizni birinchi ko'chat sarfi nechtagacha ko'chat sarf qilsak bo'ladi 1 gektariga? 1 hektar için bu Gerdano'dan ne kadar tohum dikebiliriz? Yine biz ekim sıklığıyla ilgili cevap verelim bu konuya. Şimdi burada görmüş olduğunuz tarla aşağı yukarı 18 santimlere ekili herhalde. 17-18 santim civarında ekili. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel bir koçan yapısı var aslında. Tozlaması da gayet iyi olmuş. Deminki çeşidimiz gibi başa kadar doldurmuş. Şimdi ekim sıklığıyla alakalı şöyle bir şey söyleyelim. Gerdano gördüğünüz gibi gene dik yapraklı bir çeşidimiz. Kuvvetli topraklarda veya sulama imkanı olup gübresi iyi atılan yerlerde 14 santime kadar ekilebilir bu çeşidimiz. Yani buradakinden çok daha sık ekilip aynı koçanı alabiliriz. Biz bunu Türkiye'de genel olarak 14-15 santimlere ektiriyoruz. Ve Gerdano'nun bir özelliği de sıcak toleransı yüksektir. Türkiye'de de Şanlıurfa gibi sıcaklığı çok yüksek yerlerde de ekilen bir çeşidimiz. 1 gektar hisobiga hurmatli dehqonlarimiz bu yerda hozir aytib o'tilgandek agar 14 santimetrga ekiladigan bo'lsa bu gektar hisobiga 100 mingta 110 mingtagacha ko'chat ekish imkoniyatiga egamiz. Buni o'ziga juda ham kazirnoy bo'lgan bu makkajo'xorimizni o'zini kartasi. Makkajo'xorimizni mana so'tasini olganimizda birinchisi mana so'tasini bo'lganimizda mana ichki pachatga juda ham kichkina makkajo'xori so'tasi dona juda ham bir xil sifatda bo'ladi va keyingi narsani ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, barg sal ingichkaroq va archa barg, tikka barg bo'ladi. Tikka barg bo'lgandan keyin buni ko'chat sarfini bemalol 110 mingtagacha tiqsak bo'ladi. Agar 110 mingta tiqib turib, agar bitta pachatkangiz srednyem 200 grammdan hosil berganda ham bu gektar hisobiga 22 tonnagacha hosil olish imkoniyatiga egasizlar va boshqa navlarga qaraganda bu makkajo'xorimiz suvga chidamliligi dengiz sathidan eng yuqori zonalarida eksa bo'ladigan navimiz turiga kiradi. Bu hurmatli dehqonlar, suvdan sal qiyinchilikroq bo'lgan holatlarda bu gibridlarni ko'rsanglar bo'ladi. Endi bitta keyingi gibridni tanishtirishga o'taylik. Rahmat.